Ular qabrlardan ko'zlari qo'rqinchga to'lgan holda xuddi yoyilgan chigirtkaga o'xshab chiqib kelurlar. Iymon keltirmaganlar shunday dedilar. Bugun imtihon kuni. Allohga osiylik qilishdan uzoqda bo'lgan mu'minlar mag'rurlik va quvonchli yuz bilan markablarga minib yurishadi. Ammo Qur'ondan yuz o'girganlar esa mahshar maydoniga yuzlari bilan yurib kelishadi. Ba'zi yuzlar nur chiqarib porlaydi, boshqalari esa o'zidan chiqqan terga botadi. Odamlar ilojsiz qolib yaqinlarni qidira boshlaydi. Hamma o'zi bilan o'zi ovora. Ular bir-birlaridan qochishadi. Chunki ular faqatgina o'z jinoyatlaridan qutulib qolishni istaydilar. Gunohkor o'sha kun azobidan qutulish uchun o'z bolalarini ham, xotini va aka-ukasini ham va uni o'ziga olgan qabilasini ham va yer yuzidagi jamiki kimsalarni ham fido qilishni, so'ngra o'zi najot topishni istaydir. Meni qo'yib yubor. Istasang ayolimni ol yoki do'stlarimni ol. Bu dunyoda kim bilan do'st bo'lgan bo'lsa va kimni tinglagan bo'lsa, qiyomat kuni o'sha odamlarni qidiradi. Agar bu do'stliklar yovuzlik yo'lida bo'lsa, kishi ularni topishi bilanoq yoqasidan ushlaydi. Yerda sen bilan birga edim. Sen nima desang shuni qildim. Endi nima qilishimni ayt. Ular bir-birlaridan yuz o'giradi. O'z izdoshlarini ko'rishni ham istamaydi. Unga ergashganlar esa pushaymon yeydi. Uning izdoshlari shunday deydi: Qani endi bizga bir ortga qaytish bo'lsa edi. Bizdan tonganlaridek biz ham ulardan tonar edik. Sekin-asta ba'zi odamlar esingizga keladi. U odamlarning sizda haqqi bor, ammo ularni ko'rishni istamaysiz, lekin qocha olmaysiz ham. Barcha insoniyat bir qatorda saflanib turadi. Ana endi kutish davri boshlandi. Odamlar chiday olmasdan bu holat qancha davom etar ekan deyishadi. O'sha kunda quyosh odamlarga juda yaqin keltiriladi. Bu dunyoda biz 40 darajada Selsiyda quyosh ostida tura olmayotgan bo'lsak-da, o'sha kunda juda uzoq vaqt jazirama quyosh ostida kutishga majbur bo'lamiz. Har bir kishi gunohiga yarasha o'z terisiga botib turadi. Hech qanday soya bo'lmaydimi? Payg'ambarimiz alayhissalom kimlar soya ostida bo'lish haqida xabar bergan edilar. U zot o'zining soyasidan boshqa soya bo'lmagan kunda Alloh 7 xil odamga soya beradi dedilar. Odil hukmdor, Allohning ibodatida ulg'aygan yigit, qalbi masjidga bog'langan kishi, bir-birini faqat Alloh uchun yaxshi ko'radigan va faqat Alloh yo'lida uchrashib ajraladigan ikki inson. Zodagonlardan bo'lgan jozibali ayol o'zini unga taklif qilganida rad etib, men Allohdan qo'rqaman degan erkak, chap qo'li, o'ng qo'li berganini bilmaydigan